Nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ularning huquqlari ta'minlanishi jamiyatda adolat barqarorligidan dalolatdir. Bugungi ijtimoiy taraqqiyot jarayonida ularning huquqlari to'g'risidagi masala yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shaharsozlik qoidalari esa nogironligi bo'lgan shaxslarning qulay va to'siqlarsiz yashashi, ularga qulay muhit yaratish hamda harakatlanish erkinligini ta'minlashga qaratilgan. Bu qoidalar shaharlar va qishloqlardagi binolar, ko'chalar, jamoat joylari, transport vositalari va boshqa obyektlarni loyihalashtirish, qurish va rekonstruksiya qilishda qo'llaniladi. Piyodalar yo'laklarining kengligi, panduslarning mavjudligi, yo'l belgilari, svetoforlarning tovushli signallari va boshqalar ularning harakatlanishiga yordam beradi. Xo'sh, Toshkent viloyatida nogironligi bo'lgan shaxslarning harakatlanishi uchun qulay sharoitlar yaratilganmi? Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Yurtimizda ham dunyoning boshqa mamlakatlarida bo'lgani kabi nogiron bo'lgan shaxslar uchun ijtimoiy muhitni yaxshilash, ularning iqtisodiy va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlash, doimiy rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Nogironligi bo'lgan shaxslarning qulay va to'siqlarsiz harakatlanishlari uchun shaharsozlik qoidalariga muvofiq namunaviy ko'chalarni moslashtirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Bizning Nurafshonda svetoforlar qo'yildi, o'zi gapiradigan. Nogironlarga sharoitlar yaratilyapti. Oldin umuman yo'q edi nogironlarga sharoit. Bu jarayon viloyatda to'siqlarsiz muhitni bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etishga xizmat qilmoqda. Jumladan Nurafshon shahri markazida 840 metr masofada toshyo'lak yotqizilib, ovoz chiqaruvchi svetoforlar o'rnatildi. Shuningdek, viloyatning 22 ta tuman va shaharlarida jami 23 ta nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan ko'chalarni tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar davom etmoqda. Misol tariqasida aytish joizki, Yangiyo'l shahridagi Sharof Rashidov va Samarqand ko'chalarida 546 metr piyodalar yo'laklarida ko'zi ojiz shaxslar uchun ogohlantiruvchi va yo'naltiruvchi qoplamalar yotqizildi. Toshkent tumani Sharof Rashidov ko'chasida 5100 metr yo'lak ham shu tartibda ta'minlandi. Joriy yil yakuniga qadar Toshkent viloyatining barcha tuman va shaharlarida jami 22690 metr uzunlikdagi namunaviy nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilgan ko'chalarni tashkil etilishi rejalashtirilgan.